Bu xonadonimizga общий 9 ta mahsulot o'rnatganmiz. Hozir birgalikda kirib obzorlarni qilib beraman. Bu xonadonimizga общий 8 ta rom, bitta termo eshik o'rnatganmiz. Ranglari dubmokko, 6 metalik profildan ishlatganmiz. Oynalar Rossiya. Bu xonadonimizga 6 metr yo profillardan o'rnatganmiz. Ko'pchilik o'ylaydi, 7000 Engelberg yaxshi, 6000 profil yomon deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. Profili to'g'ri tanlov qilib berilsa, romni ishlash umri uzoqroq bo'ladi. Mana xudo xolisa o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Haqiqatda rezinkani siqishlari, ancha ishlashlari zo'r turibdi. Mexanizmlariga kelsak, turetskiy mexanizm qo'yganman, ruchkasi Rotto bo'lgan. Atliflari bor, rangi dubmokko, oynalari rossiyskiy. Eshiklariga termo profillardan tanladik. Tilagan shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, uyingizga borib, o'zim profil tavsiya qilaman. 6000 qo'yadigan joyga 6000, 7000 qo'yadigan joyga 7000 Engelberg profil tavsiya qilaman. Bu har doim sizlar uchun vigidni. Masalan, 6000 qo'yadigan joyga 7000 talik profil qo'yib ketmaymiz hech qachon. Faqat sizlarni o'ylagan holda ishlaymiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Imzo 5 qaroq showroomi, ismim Zabihilla.